Nefsimizin devamıga kulak salan hürmetli vatandaşım. Gaudiş'in türmüde yazgan kitap neşr kılındı. Onun kızı Digey Şangang'da kitap tarqıtış murasımı katnaştı. Mavzulu haber 6. ayının 14. günü Cungu'ga nazar torbiti ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Cungu'da kişilik hukuk qoğduğucu advokat Gaudiş'in yakın yıllardan beri türmedeki sergüzeştlerini ve Cungu'nun taraqqiyatını küzütüş bilen koşup yezip çıkan 500 bin xatlik yeni kitabı 2017 yıl. Ornundan Destur Cungu degan mavzu ostida bu kitapның qo'l yazması maxfiy yo'llar orqali chet elga yetib kelib, yaqinda Tayvan nashriyot savdogarlari tarafidan nashr qilindi. Kitapda Jungu'nun kelgisi to'g'risida hukm qilib, Jungu Kompartiyasi siyosiy hokimiyati 2017-yili taxtdan tushdi, g'olaydi, gumron bo'ladi, halok bo'ladi. Keyingi sifatlardan bir ishkini men qo'shib qo'ydim, kechiring vatandoshim. Shuningdek keyin Junguda demokratik asosi qonunliq o'tkinchi hukumat qurildi deb hukm qilingan. Shangang 01 gazetining xabariga asoslanganda Gaudiş'ning qizi Digi 14 kuni Shangangda Jungu kishilik huquq qo'g'dug'uchi advokatlarga ko'ngil bilish tashkiloti tashkillagan kitap tarqitish murosimi qatnashib mundaq ko'rsatdi. Dadam dedi Digi. Kitabida Jungu Kompartiyasining 2017-yili halok bo'ladiganligini hukm qildi. Dadam doirlarning qiynab o'ltirishiga eng oxirgi tayyorligini qilib qo'ydi. Dadam dedi Digi. Junguda bu davrning o'yg'oq odami. Junguning masalalarini cho'nqur biladi hamda bilganlarini botirlik bilan so'zlaydi. Biz uydagilar dadamni shu yerdan qochib chiqishga nasihat qilgan edik. Lekin dadam yaxshi ko'rgan vatani Jungudan ayrilishni hargiz xohlamadi. Dadam mushu yerda turib Jungu Kompartiyasining halok bo'lishiga shohid bo'laman dedi deb ko'rsatdi Gaudiş'ning qizi Digi xonim. Digi mundaq ko'rsatdi. Kitapda kelgusi Jungu to'g'risi taklif berilgan. Lekin Digi dadasining kitobida Jungu Kompartiyasining nima uchun 2017-yili gumron bo'ladi deganligi to'g'risida tushuncha bermadi. Masalan, Gaudiş'ning kitobida Jungu Kompartiyasi 2017-yili halok bo'ladi debdi. Nima uchun shunday bo'lganligi to'g'risi uning qizi Digi tushuncha bermadi dedi. Digi Shangang yoshlariga qaratib mundaq dedi. Zo'ravonlikqa duch kelganda mening dadamga o'xshash zo'ravonlikdan qo'rqmasliklar kerak. Gaudiş'ning 2007-2006 yillar qo'lga olindi, 3 yil qo'lga olindi, kechiktirib 5 yil ijro qilish qilindi. Demak, yani keyin qo'lga olindi, turmaga kirdi. Turmasi vaqt to'shqandan keyin Gaudiş'ni apirib Xinjiangning Shaya deki 80 atam Qaraqilching turmasini o'sha yerga apirib soldi. U yerda to'shdi. Bu yerda to'shqan vaqt to'shqandan keyin Urumchiga qo'yib berildi. Urumchida qaynotasining uyida turdi. Undan keyin Xitoy hukumati hozir Gaudiş'ni Shanxidagi ota-onasining yurtiga nazarband qildi. Talog'i chiqolmay yiroq bir yezikanda o'ltiribdi. Endi qizi shu to'g'rida hikoyalarni so'zildi. Bu yerdagi eng muhim gap Gaudiş'ning apandi nimidi? Kitapning mavzusini qanday qo'ydi? Kitapning mavzusi 2017-yil Destur Jungu o'rnidan yoki o'rnidan Destur Jungu. Demak, buningda qilingan hukm 2007-yili Jungu Kompartiyasining siyosiy hokimiyati gumron bo'ladi degan so'z. Endi biz hukmalik va yoki oldin ko'rardik, yoki bu xabarning qayerdan kelishi, qanday hukm qilish to'g'risida biz Gaudиш afandining Tayvan nashr qilingan kitobiga erishgandan keyin, ya'ni bu kitobni tunishtirish jarayonida vatandoshlarga taxmin ilgirlagan holda bu kitobning mazmunini yetkazamiz.